Pensiya ta'minoti tizimi mehnatga layoqatsiz va kam ta'minlangan fuqarolarning turmush darajasini ta'minlashga va qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan iqtisodiy, huquqiy, ijtimoiy va tashkiliy xarakterga ega bo'lgan qator chora-tadbirlar kompleksi hisoblanadi. Bu tizimni har doim zamon bilan hamnafas isloh qilib borish talab etiladi. Pensiya yoshiga yaqinlashayotgan ko'plab yurtdoshlarimiz orasida rasmiy yoki muqim ishga ega bo'lmasa-da, pensiya olish mumkinmi deguvchilar bor. Ilk lavhamizda tizim bilan bog'liq ana shu kabi muhim savollarga javob olamiz. Rasman bundan buyon barcha o'zbekistonliklar pensiya olishlari mumkin bo'ladi. Rasmiy ravishda hech qanday joyda ishlamasangiz ham siz hali ham pensiya olish huquqiga egasiz. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mana shu kabi xabarlar aholi orasida pensiya yoshi yana 5 yilga uzaytirildi yoki rasman ishlamagan fuqarolar ham pensiya olishlari mumkin deya tushunilmoqda. Ammo biz pensiya jamg'armasi mas'uli bilan suhbatlashganimizda tarmoqlarda bu kabi xabarlar biroz noto'g'ri talqin etilayotganligi bildirildi. Bu hozirgi paytda tarqalgan bu fake xabarlar hisoblanadi. Chunki hozirda qonunchilikda belgilangan erkaklar uchun 60 yoshda, eng kami 25 yil staji bilan, ayol kishi 55 yoshda deb belgilangan. Umuman stajga ega bo'lmagan ayol kishi yoki erkak kishi bu faqat nafaqaga huquqi paydo bo'ladi. Unda ayol kishilar 60 yoshda, erkak kishilar 65 yoshda chiqishi mumkin bo'ladi. Unda belgilangan yoki umuman stajga ega bo'lmagan yoki shu 7 yil talab qilingan stajga ega bo'lmasa, ular faqat nafaqaga chiqishi huquqi bor. Ko'pchilik fuqarolar pensiya va nafaqa so'zlarini bir xil tushuncha deb hisoblashadi. Ya'ni nafaqa so'zi pensiya so'zining rus tilidan tarjimasi deya tushunishadi. Biroq bunday emas. Pensiya bu qonunchilikda belgilangan, ya'ni me'yorlarga muvofiq yoshiga yetganida stajga ega bo'lgan fuqaro pensiyaga chiqishiga huquqiga ega talab qilingan shartlarda. Chunki bu yerda qonunda belgilab qo'yilganki, erkak kishi 60 yoshda eng kami 25 yil staji bilan pensiyaga chiqishi huquqi bor. Ayol kishi xuddi shunaqa 55 yoshida 20 yil eng kami stajga ega bo'lsa, pensiyaga chiqishi huquqi bor. Nafaqa xuddi shunaqa qonunchilikda belgilangan, lekin stajga ega bo'lmagan yoki talab qilingan stajda ega bo'lmasa, unda nafaqaga chiqishi huquqi paydo bo'ladi. Erkak kishi agarda staji bo'lmasa 65 yoshda chiqa oladi. Ayol kishida ham xuddi shunaqa 55 yoshda emas, 60 yoshdagina faqat nafaqaga chiqishiga huquqi paydo bo'ladi. Shuningdek, hech qayerda ishlamagan fuqarolar masalasida bu xabar ham haqiqatdan yiroq. Shunchaki rasman biror tashkilotda ishlamagan, faqatgina o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun ijtimoiy soliq to'lab, ish stajiga ega bo'lish imkoniyati haqida gap boryapti. Hozirgi paytda o'zini o'zi band qilgan fuqaro ham imkoniyatidan kelib chiqqan holda eng kamida ba'zi miqdorini to'lasa, joriy yil uchun hisobga olinadi staj hisobi. Uni ixtiyoriy, u agarda bir minimalkani, ya'ni ba'zi miqdorni ko'proq to'lasa, u pensiya miqdoriga ta'sir ko'rsatadi. Shu o'rinda yana bir muhim eslatma, tashkilot mas'uli pensiya yo'nalishidagi yangiliklardan xabardor bo'lishni istaganlar jamg'armaning rasmiy manbalarini kuzatib borishlarini va asoslanmagan fake xabarlarga ishonmaslikni tavsiya etadi. Sohiba Akrom va Oybek Mahkamov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.